Minglab yillar tarixini o'zida pinhon tutgan ushbu betakror go'sha Farg'ona vodiysining Sulim va Jannat makon vohasi So'x viloyat markazidan 125 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, xalq og'zida O'zbekistonning jannati deya ta'rifga loyiq bo'lgan tumanlardan. Shoiru ulamolarimiz, orif va fuzarolarimiz bu zaminga muqaddas qadamjo deya ta'rif berishgan. Bunga tumanda saqlanib qolgan tarixiy obidalar, asrlarga tengdosh bo'lgan purviqor tog'lar va albatta xalq og'zidan tushmaydigan afsona va rivoyatlar guvoh. Zotan tur tomoni purviqor tog'lar bilan o'ralgan, yer ostidan to'lqinlanib, otilib chiqayotgan zilol suvli chashma, bu ko'hna zamin bag'ridan go'yoki mangu hayot zavqiyle doimiy harakatda bo'lgan, tomirlar ichidagi qon kabi oqib o'tayotgan musaffo soy, daryo va jilg'alar, borliqning to'rttala faslida ham dimog'ingizga ufurib turadigan hayot nafasi, oddiy xalqda mujassam bo'lgan insoniylik, mehnatsevarlik va mehmondo'stlik, qisqa qilib aytganda, tog'li insonlarga xos bo'lgan faxr, g'urur va iftixor tuyg'ulari bu Tangri nazarga tushgan go'shaga nisbatan berilgan mos va xos bo'lgan bunday ta'rif bejiz emasligining dalolatidir. Tarixda ma'lum mashhur bo'lgan yer yuzidagi birinchi ongli inson So'xdan topilganligi ham ushbu go'shaning qadimiyligidan dalolatdir. Va bu bizdagi tumanga bo'lgan shavq va zavqni yanada jo'shqinlantiradi. Zotan So'xga intilgan inson borki, bu go'shani aslo yodidan chiqara olmaydi. Tumanga bo'lgan dilkashlik va moyillik inson bolasini hargiz tark eta olmaydi. Go'yoki noayon da'vat sizni tuman sari chorlayveradi. Mana bugun yana bitta safarimiz So'xga kelishga sabab bo'ldi. Juda ko'p hali ochilmagan qirralari bor bu diyorni. Eng asosiysi bu joyda aholini intilishi, insonlarning toza qalbligi, she'riyatga, go'zallikka ehtiyojligi odamni hayratga soladi. Shuning uchun men fursatdan foydalanib mana shu So'x tumaniga, aholisiga, xalqiga ta'zim qilaman. Chunki bular faqat pok emas, juda vafodor ham. Bejiz Mirzo Bobur mana shu yerdan o'zining askarlarini olib ketmaganlar. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ushbu jannat makon go'shada buyuk bobo kalonimiz, ulug' sarkarda, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur bir muddat yashab, umrguzaronlik qilgan. Hindistonda 1526-1858 yillarda Buyuk Mo'g'ullar imperiyasi nomi bilan hukmronlik qilgan Boburiylar davlati va O'rta Osiyoda 1709-1876 yillar davomida hukm surgan Qo'qon xonligini tashkil topishida Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan bog'liq bir necha ma'lumotlar mavjud. Qizig'i shundaki, bu ma'lumotlar o'z davrining tarixchilari tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, unga ma'lum ma'noda tarixiy fakt sifatida qaralgan. Bunday ma'lumotlardan bittasi Sangi oynaga taalluqli bo'lgan ma'lumotlardir. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur So'x vohasining Hushyor qishlog'ida bir yilcha yashaganini ma'lum qilgan. Tarixshunos olimlarning aytishlaricha, Bobur Mirzo So'x hamda uning Hushyor qishlog'idan 150 dan ortiq baquvvat va bahodir yigitlarni o'zi bilan olib ketgan va ular Boburning Afg'oniston, so'ngra Hindistonni zabt etishida ulkan jasorat ko'rsatgan. Hindistonni qo'lga olgach, Bobur Mirzo So'xlik azamatlarini ko'rsatgan fidoyiliklari uchun qimmatbaho sovg'alar bilan siylaydi. Bu haqda Boburnomada shunday yozilgan: Andijondan va beviloyat va bevatan yurgan yerlarimiz va So'x va Hushyordan kelganlarga chakmanlar va kumush xil'atlar va oltindan va kumushdan, raxtdan, jinsdan in'omlar bo'ldi. Hozir mana siz bilan biz turgan joy beixtiyor mana agar his qilayotgan bo'lsangiz, odamda mana shu yerda bir hayajon, bir yuk bo'lsa-ki, bu go'yoki bobomiz Bobur Mirzoning nafasini his qilayotgan deymiz. Qani endi mana shu baland tog'larning til zaboni bo'lsa-yu, bizga mana shu Bobur bobomiz haqida
u kishining achchiq qismatlari haqida bizga so'zlab bersa. Qani buni endi bu tog'larning ko'zi bo'lsa-yu, shashqotor ko'zlarini oqizib, mana shu bobomizning matonati haqida, bobomizning vatanni sevishi haqida, bobomizni mana shu yerda o'tkazgan achchiq alamli kunlari haqida bizga hikoya qilsa. Lekin mana shu manbalardan o'qib, biz mana kitoblardan o'qib shu narsadan amin bo'ldikki, bobomiz 1502-yilda Samarqandda mana shu o'zining xoin beklari, sotqin navkarlarining ta'siri natijasida Samarqand shahrini Shayboniyxonga topshirib, darbadarlik kunlari boshlanadi. U Toshkentga tog'asi Toshkent xoni Mahmudbekning oldiga kelganda ham panoh topolmaydi. Va o'zini sevgan xotini Oysha begim ham unga xiyonat qilib Toshkentda qoladi va u Uratepa tomonga safar qiladi. Uratepada bir qancha vaqt yashagandan keyin Shayboniyxonning ayg'oqchilari o'sha yerni ham aniqlab Bobur Mirzoning payiga tushadilar. Bobomiz natijada Isfara tomon bilan mana shu go'zal va betakror suv vohasining mana shunday surati tog'larning bag'riga kelib panoh topadi. O'zi bilan 300 ga yaqin navkarlari va o'zining volidasi Qutlug' Nigor xonim, ishongan vazirlardan biri bo'lgan Qosimbek bilan birga kelib, mana shu yerlarda chodir qurib, mana shu soylarda panoh topishadi. Yana bizga bir o'rnak bo'ladigan tomoni shuki, bobomiz Bobur Mirzo mana shunday qiyinchilik, mana shunday xatarli yo'llarda ham o'zi bilan bir 5-6 ta tuyalarda o'zining nodir kitoblarini charm qoplangan sandiqlarda qor, yomg'irlar o'tmaydigan holatda saqlab, Muhammadali degan kitobdor bilan birga olib yuradi. Va mana shu azob mashaqqatlarda ham kitob o'qishni kanda qilmaydi. Albatta mana shu bizga hozirgi zamon yoshlarimizga bir o'rnak bo'lishi kerak. Tumanning Tul qishlog'idagi Surat tog'ida sirli oyna toshi mavjud bo'lib, mahalliy aholi bu toshni sangi oyna deb aytadilar. O'rta asrlarda oyna tosh o'g'rilar tomonidan yoqib yuborilgan. Hozir oyna toshi marmar toshga o'xshab qolgan va unda atrof xira namoyon bo'ladi. Bobur Mirzo ham Surati tog'iga kelib, ushbu sirli oyna toshini o'z ko'zi bilan ko'rgan va bu borada o'zining Boburnoma asarida to'xtalib o'tgan. Isfaraning bir shahrisida janub, sog'ri pushtalarining orasida bir parcha tosh tushibdir. Sangi oyna derlar. Uzunligi taxminan 10 qari bo'lg'ay. Balandligi ba'zi yer kishi bo'yi, pastligi ba'zi yer kishining belcha bo'lg'ay. Oynadek har nima munakis bo'lur. Shuni aytish joizki, Boburning Suxdagi hayoti haqida Suxlik tarixshunos va adabiyotshunos olimlar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Zero Bobur Mirzoning Suxda kechirgan hayoti borasida Suxliklar orasida avloddan avlodga o'tib kelayotgan turli xil rivoyatlar mavjud. Bobur Mirzo ham shoh, ham shoir bo'lganligi uchun o'sha urush, o'sha hayot taqozosi bilan urush janjallar strategiyasini ham o'rgangani, armiyaning harakatini, o'sha xufiyalarni bevosita u Amir Temur avlodining davomchisi bo'lganligi uchun o'sha Amir Temur ta'limotlaridan juda katta saboq olgan va o'sha o'zi yurgan joylarda o'zining xavfsizligini ta'minlashni ham harakatini qilgan. Mana shu yerga istehkom sifatida chodirlar qurilgandan keyin askarlarda chodirlari alohida, sakkiz qillari, qirrali Qutlug' Nigor xonim onasining chodiri, o'zining shohona chodiri hammasini shunday o'rnatganki, o'sha xavfsizligi ta'minlangan holda o'sha chodirlar o'rnatilgan. Mana shu yerda askarlar, didbonlar ham deyishgan. O'sha askarlar mana shu turganda, hattoki mana bu oynadan pastdan kelayotgan biror begona yoki yog'ilarda kelishini aksi mana shu oynada ko'ringan. Pastdan turib ham u banshida burilish bo'lgan-ku betlar. Mana soyliklar burilish bo'lganligi sababli mana shu bog'chini ko'ryapsizmi? Mana o'sha yerlarda chodir qurilgan bo'lib, mana shu oynaga qaraganda o'sha pastdan chiqib kelayotgan begona odamlarda aksi ko'ringan. Bu strategik ahamiyatga ham ega bo'lgan oyna tog' bo'lgan bu. Rivoyatlarga ko'ra, Temuriylar davlatining barham topishidan ko'p qayg'urib, tushkunlikka tushgan Bobur bir kuni xayrli bir tush ko'radi. Uning tushiga buyuk pirlardan biri kirib, "Bobur Mirzo, siz sira qayg'urmang. Ilkingizdan ketgan saltanat yana o'zingizga qaytgusidir.
Adolat hamisha g'alaba qilur. So'zlarimga ishonmasangiz, surati tog'iga boring. Sangi oyna deb atalmish sirli tosh bor. Unda har nima munakis bo'lur. Agar u toshga nazar solsangiz, unda kelajagingiz bashorat bo'lg'usidir, deb yana g'oyib bo'ladi. Shu bois Bobur Mirzo tong saharda turib, o'z mulozimlari bilan surati tog'i tomon yo'l oladi. Suratining maftunkor tabiati, tog'lar bag'ridan qaynab chiqayotgan zilol suvlari Boburni o'ziga rom etadi. Shu sabab Bobur Mirzo bu go'zal mavzeda ham bir necha oy yashab, so'ngra Afg'oniston tomon yurish boshlaydi. Mana shu So'x tumanidagi aholi o'sha paytda 300 ga yaqin Bobur Mirzoning navkarlari bilan yaqin 1 yil mehmonday asrab avaylab mana shu yerda saqlashadi. Va yana qo'shimcha unga askar berib Afg'oniston tomonga o'tib ketishga ko'maklashadilar. Mahalliy aholining Keksa otaxon tarixchilarining aytishlaricha, Sangi oynaning ko'p xosiyati va mo'jizaviy xususiyatlari bor. Sangi oynaning sirlaridan biri shu ekanki, bemor kishi toshga kelib suykalsa, darddan forig' bo'lar ekan. Hatto hayvonlarning ham biron joyiga shikast yetsa, shu toshga kelib tuzalishar ekan. Shuning uchun ham so'xliklar uni sirli tosh deb ham atashgan. Toshning yana bir sirli tomoni shunda ekanki, unda faqat pok insonlargina o'z aksini ko'ra olgan. Bobur Mirzo ham Sangi oyna oldiga kelib unga nazar solganda o'zining mag'lub bo'lgan holatda, o'zining g'aribona bir faqirona libosi bilan kelib mana shu tog'ga qaraganda o'zini aksincha shohona liboslarda ko'radi. Va mana shu oyna tog' unga yana kuch, qudrat bag'ishlab, yana davlat egallashda, yana shohlik vazifasiga yetishi mumkin ekan degan umid va uchqun uyg'otadi Bobur Mirzoda. Va natijada u yana lashkar to'plab, yana ham o'zining vatanini, Andijonini yog'iylardan ozod qilish va davlatini mustaqil qilishga kirishadi. Sangi oyna hali hanuzgacha Bobur Mirzo ta'rif bergan joyda turibdi. Biroq uni yaqin yillar ichida kamdan kam kishilar borib ko'rgan xolos. Holbuki buyuk vatandoshimizning har bir qadamjolarini biz hech vaqt yoddan chiqarmasligimiz lozim. Boshqacha qilib aytganda, bunga haqqimiz ham yo'q. Qolaversa, Sangi oyna yoxud oyna tosh bu oddiy tosh emas. Bu toshni qadimdan ajdodlarimiz muqaddas deb bilgan va yurt boshiga falokat kelganida, qachonki musibatlar odamlarni tag etmay qo'ygan bir paytda shu toshdan madad so'rab iltijo qilganlar. Bu esa Sangi oynani islom dini kirib kelmasdan ancha ilgari zamonlardayoq muqaddaslashtirilganligidan dalolat beradi. Demak, Sangi oyna Farg'onamizning qadimgi tarixidan boxabar bo'lgan yana bir jonsiz guvohdir. Qachonki biz o'z tariximizga, boy o'tmishimizga mana shunday tadqiqot va izlanishlar ila ega bo'lsak, shundagina buyuk va porloq kelajak sari qadam tashlagan bo'lamiz.